İmam Gazali rahimahullah mundaq deydi. Qiblaga yuzlangan vaqtingda qalbingdan dunyo va insonlar ko'tarilib ketsin. Bütün diqqating Allohda bo'lsin. Alloh o'ziga sarkashlik qilg'uvchilarni nazarga olibmi qo'ymaganidek, yeling'uvchilarni quruq qo'l qaytarmaydi. Allohu akbar deganingda bilginki Allah sening xizmat qilishingga, zikr qilishingga muhtoj emas. Chunki muhtojlik kambag'al kishilarning xarakteridir. Vaholanki Alloh taolo eng yuksak bo'lgan bir zot. Shundaqla behojat bo'lish Allohning o'ziga xos sifatlaridan biridir. Undaqda Allah bendilerge vazifelerni yüklaydığı deyişen mümkün. Allah'ın bendilerge türlük vazifelerni yüklişi, bendilerini afu rahmetiga yaqinlashtirib, g'azab nafratidan yiroqlashtirishdan iborat xolos. Ahvol so'ralgan har qanday kishi shukr qiladi yoki shikoyat qiladi va yoki sukut qiladi. Allohga shukr qilish ibodat bo'lsa, Allohdan shikoyat qilish ma'siyatdir. Podshohlarning podshohi bo'lgan, hamma narsa ilkida bo'lgan zotdan shikoyat qilish qanday ma'siyat bo'lmasin? Shunglashqa banda uchun eng loyiq bo'lgani, agar chiroyli sabr qila olmasdan ojizligi u kishini shikoyat qilishga elib borsa, Allohning o'ziga shikoyat qilsinki, Alloh u kishining beshiga kelgan balo qazoni ko'tarishga qodir. Chunki banda Allohga shikoyat qilish bilan aziz, Allohdan boshqa shikoyat qilish bilan xor bo'ladi. Bilginki, dinimiz ibodatlarni ado qilish va cheklimlarni tark etishdan iborat. Cheklimlarni tark etish kuchliroq talab qilindi. Chunki taat ibodatlarni qilishga har qanday bir musulmon qodir bo'la olishi mumkin. Chunki havo yavisining orqaga kirmaslikka faqat sodiq kishilar qodir bo'la oladi. Shuning uchun Rasululloh mundaq degan: muhojir degan Allah'ın çeklegenlerini terk etken kişidir. Bilginki a'zolaring bilan gunoh masiyat qilasan. Vaholanki a'zolaring Allah'ın sana bergan ne'matleri ve amanetidir. Shundoq bo'lgan ekan, Allah bergan ne'matni Allohga osi bo'lishga ishiltish nima degan ig'ir kufrlik ha? Payg'ambar alayhisalom va sahobalari dunyoni bir butun terk etmaganidek, bir butun nafsning orqaga kirib ketganmiz. Dunyodan yetarli miqdorda olgan bo'lsa, şeriat ve akıl dairesinden çıkıp ketmegen miqdorda nefsini qandırgan. Yani bir bütün şehvetini arqaga kirib ketmegenidek şehvetini bir bütün terk etkenmemiz. Belki oturhal yol tutkan. Dünyani bir bütün terk etmegenidek hemmini dünyalıqdan izlegenmemiz. Belki yaratılgan hemmi narsının yaratılış maqsadını bilip şunun asasen muamele qilgan. Mesela yemek içmekni ibadat qılalıqdek mağdurga erişkidek miqdorda iste'mol qilgan. Turalg'uni o'g'ri olgandan issiq sovuqdan saqlangudak holatda qilgan. Kiyim-kechaknim shundoq. Mana bu o'ttir hol yo'l tutish bo'lib, Allohga eng sevimli bo'lgani shu. Bilginki, haq yo'lda ma'gan kishilar bilan tunagan kishi azg'unlik ichida sanarqab qoladi. Agar haq yo'lda ma'moqchi bo'lsang, haqning o'zini tunug'unki, haq yo'lda ma'gan kishilarni tunaysan. Agar taqlid qilish va avom xalq orasida bilingan fazilat darajalarini o'lcham qilish bilan qanoatlangan bo'lsang, sahobalarning yuqori martabaga erishishlik o'lchamga diqqat qilgin. Sahobalarning martabasining ustunligi dinda ularning himmatiga yetkili bo'lmaydiganligi, ularning ummatdagi eng fazilatli kishilar ekanligi ahli sunnat olimlari tomonidan birlikka kelingan. Ularning ustunligi kalom ilmi bilan emas, belki ahiret ilmi bilan bo'lgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning boshqa sahobalardan fazilatli bo'lishi ibadetlerini ko'p qilganligidan emas, belki qalbiga o'rnagan iymonning cho'nqurligi va mustahkamligi bilan bo'lgan edi. Taqvo, parhezkor, bilimli zotlar bütün kishilarga birlik ko'z bilan qaramaydi. Ba'zi kishilarga rozilik ko'zi bilan qarasa, yana ba'zi kishilarga yoqtirmaslik nazar bilan qaraydi. Buning natijasi sifatida yaxshilarga yomon gumon, yomonlarga tuhmat qilib qo'yishdan yiroq turishga diqqat qiladi. Chunki yomon kishilar bütün odamga yomonlikdan boshqani o'ylamaydi. Boshqalarga yomon gumon qiladigan, kishilarning aybini izlaydigan kishilarni ko'rganingda bilginki, ichki dunyosi nachar odamning nacharligi sirtaqtif turgan bo'lg'achqa, boshqalarni o'zidek ko'rdi. Vaholanki mu'min kishi boshqalar uchun uzr izlaydi, munofiq ayb izlaydi. Yaxshi amallarni darajaga tizimlash kerak. Masalan, kishi ikki farzga duch keladi, uning biri darhol ado qilinib o'tib ketadi, yana biri o'tib ketmaydi. Ba'zida ikki nafl amalga duch keladi. Birining vaqti tor, yana birining kang. Agar oradagi darajaga rioya qilinmaganda beparvolik qilingan bo'ladi. Buning o'xshash misollar intayin ko'p. Gunoh oshkora, ibodat mashkora. Tutuq bo'lgani ba'zi ibodatlarni, yana ba'zi ibodatlarni oldiga qo'yish. Xuddi farzni naflning oldiga qo'yish, farz aynni farz kifoyaning oldiga qo'yish.
Ada qiladigan odam yo'q bo'lgan farz kifoyani, ada qiladigan odam bor bo'lgan farz kifoyani oldiga qo'yish. Bakrak muhim bo'lgan farz aynni undan to'varak bo'lgan farz aynning oldiga qo'yish. Vaqti o'tib ketadigan farzni, vaqti o'tib ketmaydigan farzni oldiga qo'yish deganlarga o'xshash. Buning uchun yana qo'lidagi iqtisodiy oila chiqimlari bilan haj qilishga yetmaydigan kishini misol qilishimiz mumkin. Agar bundaq kishi haj qilgan bo'lsa, dötlik qilgan bo'ladi. Chunki bola chaqalarning haqqi haj qilishning oldida turadi. Mana bular muhim bo'lgan farzni uningdan to'van bo'lgan farzning oldiga qo'yganlik bo'ladi. Ey Allohning rahmatini umid qiluvchi banda, Allohning buyruqlarini joyida o'rindash, qalbing va a'zolaringdan tamatqandan kech bo'g'ish orliqda har vaqt hisob bilib turish orqali bo'ladi. Bilginki, Alloh qalbingdan xabardor. Tashqi va ichki holatingni ko'rib turuvchi. O'tkazgan daqiqalar, qalbingdan kechganlar, bosgan qadamlaring, harakat qilgan yoki jim turgan har holating Allohning milkida. Ey miskin qul, Allohning oldida turganingda ichtishingni podshohning oldida turgan qulning axloqi bilan bezigin. Rabbingning seni cheklagan o'rinlarda ko'rib qolmasligi, buyurgan o'rinlarda ko'rmay qolmaslik uchun tirishchanlik ko'rsatgin. Sen buni vaqtlaringni joyida o'rinlashtirish va kundalik zikrlaringni tashlamaslik orqali ro'yobga chiqara olaysan. Farz ibodatlarni ado qilishga ko'ngil bo'lgin. Agar farz ibodatlarni joyida ado qila olsang, vazifangni ado qilgan bo'lasan. Shuning bilan birga farz ibodatlarni muhofazat qilgan nafl ibodatlarni qilgan. İbadetini qancha ko'p qilgan seni shukr va qo'rqinchni orttirgin. Yahyo ibn Muaz mundaq deydi. Nafl ibodatlarni deb farz ibodatlarni tark etgan kishilardan hayron qoldim. Ilm o'rganguchining eng muhim vazifasi nafsini nachar axloq va yomon ko'riladigan sifatlardan pokizlashga ahamiyat berishdir. Chunki ilm elish qalb ibodati ve insanın ichki dünyasının Allah'a yaqinlashishidir. Tashqi a'zolarimizning vazifasi bo'lgan namoz tashqi ko'rinishimizning taharatsizlik va maynachiliklardan pokizlamasdan ado bo'lmaganidek, ichki dunyomizning ibodati va qalbimizning beyishi ichki dunyomizning nachar axloqlardan pokizlanishi orqali bo'ladi. Bilginki, Allohning buyruqlari farz va nafllardan iborat. Farz tijorat uchun silingan dasmiga o'xshaydi, tijoratning yildizidir. Nijotlik shuning bilan qo'lga keldi. Nafllar bo'lsa tijoratdan olgan foydaga o'xshaydi. Allohning huzuridagi yuqori darajaga erishish nafllar bilan bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusida shunday deydi: "Bandam menga boshqa har qanday bir amalni qilish bilan farz amallar bilan yaqinlashgandek yaqinlasha olmaydi. Bandam farz amallar bilan birga nafl ibodatlarni qilaverib menga yaqinlashadi. Oxirida men uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar men uni yaxshi ko'rib qolsam, uni anglaydigan qulqi, ko'radigan ko'zi, so'zlaydigan tili, tutadigan qo'li, mangadigan puti bo'laman." Her bir a'zolaring uchun zakot vojib bo'ladi. Qalbning zakoti Allohning buyukligi, hikmati, qudrati, ne'matlari va rahmat haqida tafakkur qilishing. Ko'zning zakoti Allohning mo'jizalariga ibrat nazari bilan qarash, haromdan ko'zingni yumishdir. Quloqning zakoti nijotlikka ilib boradigan ishlarga quloq solishing. Tilning zakoti Allohga yaqinlashtiradigan so'zlarni qilishing. Qo'lning zakoti yomonlikdan qo'l yig'ishing, yaxshilikqa qo'lingning ochiq bo'lishi. Putning zakoti qalbingni isloh qiladigan va diningni sog'lom tutadigan ishlarga mengishingdir. Bilginki, dunyo va oxiratning yaxshiliklari bir xislatning ostida to'plangan bo'ladi. U bo'lsa-mu taqvolikdir. Ya'ni Allohning cheklagan butun ishlardan yiroq turishdir. Qur'on Karimda taqvolik haqida tilga ilinganlarni eslab baqadigan bo'lsak, taqvolikqa qanchalagan yaxshilik, qanchalagan savob va baxt va'da qilingan. Taqvolikning 3 turli darajasi bor. Birinchisi Allohga shirik keltirishdan yiroq turish. Ikkinchisi bid'atlardan yiroq turish. Uchinchisi gunoh ma'siyatdan yiroq turishdir.